Assalomu alaykum hurmatli hamshaharlar. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35-yilligi barchangizga muborak bo'lsin. Barchamiz bilamizki, mustaqillik bu eng ulug', eng buyuk ne'mat hisoblanadi. Mana mustaqillik sharofati bilan yurtimizda davlatimiz rahbari boshchiligida qancha o'zgarishlar ro'y bermoqda. Ta'lim sohasini olamizmi, tibbiyot sohasini olamizmi, ijtimoiy sohani olamizmi, iqtisodiy sohami, barcha yo'nalishlarda juda ham katta o'zgarishlar ro'y bermoqda. Dunyo davlatlari, barcha insonlar bizni davlatimizda ro'y berayotgan o'zgarishlarni ko'rib turib, juda ham havas qilyapti va biz bitta narsaga shukrona qilishimiz kerakki, davlatimiz rahbari bizga eng avvalambor mana shu tinchlikni ta'minlab berganliklari uchun yurtimizda har bitta fuqaroga, har bitta yoshga, har bitta keksa insonga, har bitta ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan insonlarga alohida e'tibor qaratayotganligiga va davlat tomonidan beminnat yordam, ko'mak berilayotganligiga biz shukrona qilishimiz kerak. Hurmatli hamshaharlar, yana bir bor O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35-yilligi barchamizga muborak bo'lsin. Eng ezgu niyatlar, eng ezgu tilaklar amalga oshsin. Barchangizning oilangizga sog'lik, tinchlik, salomatlik tilaymiz.